Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun qizimni oyoqchasiga chiroyli lakchalarni qo'yib, keyin soatga qarasam 2 ga yaqinlashib qolgan ekan. Ovqatga harakatni boshlashim kerak edi. Xolodilnikdan tayyorlanib qo'yilgan bolgarskilarni olib, qaynonam moshxo'rda qiling deganlari uchun moshxo'rda qo'yib tashladim. Keyin o'zim kompot yegim kelgani uchun kompot ham qo'ydim. Svejiy gilos muzlatib qo'yilgan mizada. Keyin o'g'lim bilan ko'chaga chiqdik. Bir toza havoda aylanib kelsam dedim. Anchadan beri ko'chaga chiqmagandim. Magazinga chiqib keldik. Oshxonamiz uchun tozalash vositalari, keyin ayrim nimalardir kerak edi. O'shalarni olib keldik o'g'lim bilan birga borib. Qaytganimizdan so'ng esa kompotga novot soldim. Shakar ham solamiz, novot ham solamiz, farqi yo'q. Nima qo'limizga ilinsa. Keyin mana shu narsalarni olib keldim. Orada biza ko'mir yoqqanimiz uchun avtomat kotelimizdan ham xabar olamiz ba'zida. Shundan bir xabar oldim, nima qilyapti, ishlayaptimi, dam olyaptimi deb. Keyin esa ovqatimga qarab qo'ydim, oshlarini soldim.